yurak tez urib ketishlari, tomoqqa narsa tiqilganday bo'lib, peshona, kaftlarni tez-tez terlash holatlari, his-hayajonda, asabiylikda bu jarayonlarning kuchayishi va yolg'iz qolmaslik, ya'ni qola olmaslik, uyda, liftda, yopiq joylarda mana shu holatlar sizni bezovta qilayotgan bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Bugun biz siz bilan panik ataka, ya'ni vahima holatlari bilan, qo'rquv holatlari bilan gaplashamiz. Qisqacha o'zimni tanishtirsam, nevrolog, neyrofiziolog Satorov Damir qiluvchiman, 7 yillik tajribaga ega. Xo'p, bu oxirgi paytlarda kommentariyalarda ko'p berilayotgan savollar va bizga murojaat qilayotgan bemorlarning orasida eng ko'p uchragan savollarni mana shu YouTube kanalimizga video olib chiqishga qaror qildik. Xo'p, nimaga oxirgi paytda mana shunaqa holatlar ko'payib ketmoqda o'zi? Har doim videolarimizda aytamiz, bu holat oldin ayollarga xos bo'lgan kasalliklar hisoblangan. Ya'ni statistik ma'lumotlarda yuqori ko'rsatkichda turgan ayollarni tendensiyasi. Oxirgi paytlarda mana shu vahima, qo'rquvlar erkaklarga ko'chgandek go'yo. Nimaga? Sababi ijtimoiy, iqtisodiy muammolar sabab yuzaga keldi deb o'ylayman. Sababi mana shu holatlar erkak kishini har doim doimiy stressda va bosimda ushlab turganligi hisobiga insonni ruhiy charchoqlikka olib kelmoqda. Bu esa insonda qo'rquv, vahimalarni kuchaytirmoqda. Xo'p, bu fan tilda panik ataka deb ataladi. O'zi nevrolog sifatida tibbiy taraflama oddiy xalq tilida tushuntirib beraman. Inson miyasida amigdala tuzilmasi bor. Ya'ni o'zi qo'rquv, vahimalar insonning himoya reaksiyasi hisoblanadi. Bizga dushman emas u. Bu himoya reaksiyasi, ya'ni nimadandir xavfdan yoki bo'lmasa kelib chiqishi mumkin bo'lgan har xil muammolardan qo'rqish insonning o'zini himoya reaksiyasi hisoblanadi. Lekin buni haddan oshiq, uzoq muddat davom etishi, regular yoki bo'lmasa rivojlanib borishi va boshqa holatlari insonni kasallikka chorlashi mumkin. Shuning uchun hamma narsaning normasi yaxshi. Xo'p, bu holatda o'sha miyani strukturasi, ya'ni amigdala degan tuzilmasi, kichkina tuzilma doim ta'sirlanib, stress, asabiylik, uyqusizlik, har xil mas'uliyatlarni, ya'ni oila mas'uliyati, ish mas'uliyati, ota-ona mas'uliyati, har xil holatlarni inson o'zida yuklamalarni qabul qilavergandan keyin o'sha amigdala tuzilmasi gipertrofiyalashib, ya'ni kattalashib boradi. Bu esa insonni qon tomir tizimiga kortizol, ya'ni stress gormoni kortizolni aktiv ravishda ishlab chiqarib boshlaydi. Bu esa insonning kayfiyatini ko'taruvchi normal, ya'ni bizning xursandchiligimiz uchun javob beruvchi neyromediatorlarni bloklab boradi. Bu esa gipertrofiyalashib ketayotgan amigdala tuzilmasi kattalashadi va insonni xursandchilik uchun javob berayotgan gormonlarning funksiyasini bo'g'ib boshlagandan keyin xohlaysizmi yo'qmi, bizda qo'rquv, vahimalar, har xil xurujlar paydo bo'ladi. Shuning uchun biz bemorlarimizga har doim aytamiz, uyqu rejimi, ovqatlanish rejimi va sportni regular yo'lga qo'ymasangiz, sizni mana shu funksional va organik kasalliklar har qanaqa vaqtda bezovta qilishi mumkin azizlar. Shuning uchun bu narsaga jiddiy qarashimiz kerak. Agar kundalik qo'rquv, vahimalar sizni doim bezovta qilib yursa, agar bunga yetarli, ya'ni vaqtida yechim bermasa, ya'ni vrachga murojaat qilmasligingiz yoki bo'lmasa hayot tarzingizni o'zgartirmasangiz, kasallik hech qachon bitta bosqichda turmaydi. U keyingi bosqichga o'tadi. Ya'ni agar davo olsangiz, u yaxshilanishi mumkin. Agar davo olmasangiz, u yomonlashishi mumkin. Uzoq muddat bitta bosqichda turmaydi azizlar. Shuning uchun keyingi, agar davo olmagandagi keyingi bosqich bu insonni shaxsiyatini unutib boradi. Ya'ni hamma narsadan qo'rqib boshlaydi. Masalan, qo'ni-qo'shnisi ovqat olib chiqsa, masalan, o'zbekchilikda bor bu narsa. Ovqat olib chiqsa ham, voy zahar solinganmikan, yomon narsa emasmikan? Ota-onasidan shunaqa bemorlarimiz bo'lgan praktikamizda, ota-onasi ovqat yoki nimadir qo'liga uzatganda, sizlar menga dushmanlik qilyapsizlar deb ota-onasini ya'ni atkaz qilgan holatlari bo'lgan. Ya'ni u o'zi bilmaydi. U ota-onangiz-ku. Yo'q, ular menga zahar berib o'ldirmoqchi yoki bo'lmasa farzandim shunaqa qilmoqchi degan yomon xayollar miyaga o'rnashib qoladi. Bu ham albatta o'sha amigdala tuzilmasini doimiy
ta'sirlanishi natijasi gipertrofiyasi hisobiga kortizol qonda doimiy oshishi, bu esa insonni shaxsiyatiga ham, ya'ni nafaqat nevrologik muammolar, balki ruhiy muammolarga ham sababchi bo'lishi mumkin. Bunda yechim nima qilinadi? Albatta, bu har doim aytganimizdek, o'sha birinchi navbatda kundalik stress kelib chiqaruvchi iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni yengil kichik bo'laklarga bo'lib hal qilish. Ya'ni masalan, kimdadir qarzingiz bor yoki bo'lmasa qanaqadir to'lovlar yoki boshqa ishdagi muammolar, oilaviy muammolar hammasini bosiqlik bilan yaxshi tomonini o'ylagan holda maksimum bosish. Keyingi etap bu bosh miyani umumiy vitaminlar va bosh miyani oziqlantiruvchi preparatlarni va moddalarni ma'lum bir ratsionda qabul qilib yurish. Buni albatta vrach nevrolog bilan maslahatlashib qabul qilish kerak. Sababi umumiy organizm uchun zararsiz bo'lgan moddalar bor, albatta biz tavsiya berishimiz mumkin, lekin u organizmda yetarli bo'lib turib ham o'zini funksiyasini to'liq namoyon qila olmayotgan holatlari yoki bo'lmasa analizlarda yaxshi chiqib turib ham o'zini funksiyasini to'liq namoyon qila olmayotgan holatlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta bu holatda ham vrach nevrolog yoki neyrofiziolog bilan maslahatlashish kerak bo'ladi. Keyingi holatda bu sport bilan doimiy shug'ullanish. Sport bilan doimiy shug'ullanish nimaga mana shu tibbiy nuqtai nazardan barcha mana shu butun dunyo bo'yicha sportga targ'ib juda ham kuchli. Sababi kortizolni bosish bu albatta o'sha sport bilan shug'ullanganda insonda ter va umumiy mushaklar massasida ter orqali asosan ko'p terlaganda kortizol gormonini ter orqali chiqib ketishi kuzatiladi va o'z-o'zidan stress, o'sha panik attakalar qisman bosilish holatlari kuzatiladi. Shunga o'xshash foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying.